Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar hamda talabalar. Sizlar bilan navbatdagi video darsimizni boshlaymiz. Navbatdagi darsimiz ham kompyuter tarmoqlari fanidan bo'ladi. Mavzuyimizni o'qigan bo'lsangiz kerak, menimcha juda ham qiziqarli va ajoyib ma'lumotlarga boy bo'ladigan mavzulardan biri elektron pochtalar va ular bilan ishlash mavzusida bo'ladi. Bugungi jamiyatimizda elektron pochtalarsiz ishlash qiyinligini hamda ular nima uchun kerakligi haqida biz quyida siz bilan fikr yuritamiz. Demak, boshladik. Elektron pochta haqida tushuncha. Dastlabki ma'lumotimiz albatta elektron pochtalarning o'zi nima va qanday ishlatilishi va qanday turlari borligi haqida siz bilan gaplashib olamiz. Xo'p, elektron pochta. Qisqa qilib bu chet tilida yoki ko'plab joylarda email deb yuritiladi yoki e-post tizimi yoki elektron pochta degani bu ham ko'rinishida kelishi mumkin. Bu internet tarmog'i orqali matn, xabarlarni, hujjatlar, rasmlar va boshqa fayllarni yuborish va qabul qilish imkonini beruvchi xizmat. Ya'ni biz hayotda ishlatadigan pochta xizmati bor. Demak, biror bir materialni, biror bir predmetni yoki xabarlarni yetkazib berish vazifasini bajaradi. Elektron pochtalar esa aynan mana shu jarayonni axborot texnologiyalari yordamida elektron ravishda bir masofadan boshqa bir masofali joyga yetkazish vazifasini bajaradigan xizmat turi hisoblanadi. Elektron pochta an'anaviy xat yozish jarayoniga o'xshash va biroz anchagina tezkor va qulay vosita. Hozir aytganimizdek, biz uydan turib ham, xohlagan joydan turib elektron pochta orqali dunyoning istalgan nuqtasidagi insonga yoki biror bir tashkilotga xabarlarimizni jo'natishimiz mumkin bemalol. Elektron pochta xizmatlari bugungi ko'plab bepul va pullik elektron pochta xizmatlari mavjud. Misollar keltirgan mana bu yerda. Menimcha bularni ko'pini bilasiz hamda foydalansangiz ham kerak. Gmail xizmati, ya'ni Google tomonidan taqdim etiladigan elektron pochta xizmati hisoblanadi. Yahoo Mail, Yahoo tizimidan foydalanuvchilar uchun mo'ljallangan bu elektron pochta hisoblanadi. Undan tashqari Outlook yoki Hotmail deb nomlanadi. Microsoft kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan hamda Proton Mail shifrlangan xavfsiz pochta hisoblanadi albatta. Rasmlarni hammani ko'rib turibsiz. Katta ehtimol bilan menimcha yuqoridagi Gmail, Google pochtadan menimcha ko'pchilik foydalansa kerak albatta. Elektron pochta tarkibi. Xo'p, elektron pochtalarimiz nimalardan iborat bo'lgan? Elektron pochta quyidagi asosiy qismlardan iborat. Birinchisi manzil. Email adres deb yuritiladi. Foydalanuvchining unikal elektron pochta manzili. Masalan, ism yoziladi. Masalan, Farhod. Elektron raqam belgisi, bu kichikcha deb ham yuritiladi. Ko'pincha elektron pochta belgisi hisoblanadi. Example degani, misol uchun kichikcha balkim gmail.comdir yoki hotmail.comdir yoki mail.ru bo'lishi ham mumkin hamda .com. .com oxiridagi domen o'zgarishi ham mumkin. Bu boshqa turdagi domenlar ham kelishi mumkin. Mavzu, subject, xabarning qisqacha mazmunini ifodalovchi xabar, ya'ni yuqoridagi qismida hisoblanadi. Xabar tanasi, body qismi, ya'ni bu yuborilgan matn, rasm yoki boshqa ma'lumot bo'lishi mumkin. Ya'ni kengaytirilgan ma'lumot, shu xatni jo'natishingizdan maqsad, misol uchun hol-ahvol so'rashingiz mumkin kimdandir yoki qanaqadir muhim xabarni jo'natishingiz ham mumkin. Ilovalar, attachment, turli hujjatlar, rasmlar yoki boshqa fayllar xabarga qo'shish imkoniyati hisoblanadi. Albatta buni jo'natib ko'rgan bo'lsangiz, albatta bilasiz. Keyingi darslarimizda, amaliy darsimizda elektron pochta orqali sizga qanday qilib bir pochtadan ikkinchi pochtaga xabar jo'natishni alohida ko'rib chiqamiz. Bu alohida darsimizda davom etadi. Xo'p, elektron pochta bilan ishlash asoslari. Xo'sh, qanday tarkibiy qismlardan iborat ekanligini bildik. Endi qanday ishlatamiz, nima uchun ishlatamiz? Elektron pochta ochish birinchisi, dastlabki qadamimiz. Pochta xizmati veb-saytiga kirib, ro'yxatga o'tish yoki yangi pochta manzilini yaratish hisoblanadi. Xat yuborish, tabiiyki, yozilgan xatni kimgadir jo'natishimiz kerak. Xat qabul qilish, albatta kiruvchi xabarlarda bizda kimdir avval yozgan bo'lsa yoki bizga qanaqadir xabar kelgan bo'lsa, undan bahramand bo'lishimiz mumkin, ko'rishimiz mumkin. Javob yozish yoki xatni yo'naltirish, kelgan xabarga javob berish yoki undan boshqa foydalanuvchiga yuborish. Albatta sikl, ya'ni jarayon o'z-o'zidan davom etaveradi. Qabul qilamiz, jo'natamiz. Spam va arxivlash. Keraksiz xatlar spam bo'limiga tushadi. Muhim xatlar esa arxivlanishi ham mumkin. Esdalik arxiv holatda saqlanadi. Maxfiylik va xavfsizlik. Phishing hujumlaridan ehtiyot bo'lish uchun kuchli parol o'rnatish va ikki bosqich autentifikatsiyadan foydalanish. Biz avvalgi darslarimizda aytganimizdek, ko'pincha phishing hujumlar soxta xabarlar orqali elektron pochtamizga ham kelishi mumkin deb aytgan edik. Aynan mana shularni nazarda tutmoqdamiz.
Dastlabki xabar almashishlar. Demak, birinchi elektron pochta xizmatidan foydalanish qachon yuzaga kelgan? 1960-yil boshlarida kompyuter tizimlarida foydalanuvchilar soni oshib borgandan keyin elektron xabarlarni almashinuv vujudga kelib boshlagan. Misol uchun, MIT, Massachusetts texnologiyalar institutida va boshqa ilmiy markazlarda kompyuter foydalanuvchilari uchun umumiy disk maydonlaridagi matnli xabarlarni qoldirish orqali bir-biri bilan aloqa qilishgan. 1965-yilda CTSS tizim foydalanuvchilari xabar qoldirish imkonini bergan. Bu o'sha rivojlanish jarayonida kelib chiqmoqda hammasi. ARPANET va elektron pochtaning boshlanishi. 1971-yil Ray Tomlinson tomonidan ARPANET tarmog'ida ilk elektron pochta tizimi yaratiladi albatta. Buni internet tarixi, internetning ishlashi degan mavzuyimizda ham aytib o'tgan edik, esingizda bo'lsa. İlk bor kuchukcha belgisi, ya'ni elektron pochta belgisi formatiga asos solinadi o'sha foydalanish uchun. Ya'ni bu yerda nomlarni aytib, foydalangan holda kompyuter nomlarini ajratib, hozirgi elektron pochta formatiga asos solinadi deyapti. Birinchi bo'lgan elektron pochta manzili oddiy tasodifiy belgilardan iborat edi. Ya'ni qanaqadir shunchaki tasodifiy yozib yuborgan. Elektron pochta tizimining rivojlanishi 70 hamda 80-yillar o'tgan asrning. 1973-yilda Tomlinson va uning hamkasblari elektron pochta xabarlariga sarlavha subject hamda jo'natuvchi from, qabul qiluvchi esa to kabi maydonlarni qo'shishni taklif qiladi va bunga erishadi albatta. Chunki har bitta kiruvchi hamda jo'natilayotgan axborotlar yoki shu ma'lumotlar, xabarlar pochta xizmatlari orqali alohida turishi ko'rsatilib o'tilgan edi. 1976-yilda domen nomlari tizimi DNS ishlab chiqilgan hamda email manzillari domen nomlariga bog'lanib yanada qulaylashgan hisoblanadi. Bu aytganimizdek. 1980-yillar boshlariga kelib SMTP ishlab chiqilgan bugungi elektron pochtaning asosiy protokollariga aytilgan. Bu protokollar mavzusida bunga ham alohida to'xtalganmiz. Tijorat elektron pochtaning paydo bo'lishi 1988-yil Microsoft Mail, Lotus Notes kabi dasturlar o'zining pochta xizmatlarini taklif etib boshlagan. 1996-yil Hotmail yoki Microsoft kompaniyasi yuqorida aytganimizdek Outlook programmasini misol qilishimiz mumkin. O'zi brauzerda elektron pochta xizmatini taklif etgan va 1998-yilda Google elektron pochta xizmati ustida ishlay boshlaydi hamda 2004-yil Gmail pochtasini bizga taqdim etadi. Bu hozirgi kunda kelib milliardlagan foydalanuvchilarga ega. Hozirgi zamonaviy elektron pochtalar 2000-yildan hozirgacha bo'lgan pochtalar, biz yuqorida aytgan pochtalar ham misol bo'lalar. Gmail, Yahoo Mail yoki Outlook xizmatlar, spam filtrlash, shifrlash, xavfsizlik protokollari ham rivojlandi. Qolaversa, mobil qurilma orqali elektron pochta xizmatidan foydalanish kengaydi. Chunki mobil qurilmadan foydalanish evaziga albatta elektron qurilmalar xizmatlariga bo'lgan talablar ham oshib borgan. Shu sababli biz hozir o'tirgan joyimizda, xohlagan joyimizdan turib bemalol tanishlarimiz bilan elektron pochta xizmatlaridan foydalangan holatda xabarlarni jo'natishimiz mumkin. To'g'ri, sizga bitta savol tug'iladi. Hozirgi kunda messenjerlar rivojlangan zamonda elektron pochtalardan foydalanish juda ham kamdan-kam holatda foydalanmoqda. Albatta birozgina vaqt talab qilishi mumkin yoki qo'shimcha xizmat talab qilishi mumkin. Lekin xavfsizlik darajasi messenjerlarga qaraganda anchagina yuqori ekanligini ham biz alohida aytib o'tishimiz kerak. Elektron pochtalar bilan ishlashda xavfsizlik ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Xo'p, buning uchun nima ishlar bajarishimiz kerak? Kuchli parol va ikki bosqich autentifikatsiyadan foydalanish. Eng kamida 12 ta belgidan iborat bo'lgan parollardan foydalaning. Chunki bu iloji boricha kichik va katta harflar, raqamlar va hamda maxsus belgilardan foydalanish maqsadga muvofiq. Sababi qanaqadir tashqi tomonlama sizga hujum uyushtirilayotgan bo'lsa, qanaqadir tashqi tomonlama kirish amalga oshirilayotgan bo'lsa, parolingizni topish imkoniyatini anchagina pasaytirib yuboradi. Ya'ni imkonsiz bo'ladi parolni topish. Shubhali xabarlarni ochmang. Albatta, bekorga aytmadik, yuqorida ham phishing hujumlarga uchrab qolishingiz mumkin. Nima uchun? Yolg'on, soxta ma'lumotlar sizni pochtangizga ham kelishi mumkin yoki o'zimiz qaysidir tizim orqali kirishimiz mumkin. Shuning uchun noma'lum yo'q shubhali manbalardan uzoqroq yuring. Jo'natuvchi manzilni tekshiring, soxta domenlardan ehtiyot bo'ling. Qolaversa, fayllar yoki havolalarni ochishdan oldin skaner qiling. Tekshirib ko'ring, fact checking qiling. Phishing xabarlariga e'tiborli bering. Bu aytganimizdek, biror bir qanaqadir davlat tashkiloti nomidan kelayotgan xabarlarga, qolaversa hisobingiz bloklandi, shaxsiy ma'lumotlaringiz tasdiqlangan xabarlarni tekshirish uchun rasmiy veb-saytiga kiring. Albatta, sizga qanaqadir tashkilot nomidan xabar kelgandan keyin u rasmiy tashkilotning rasmiy manbasi bilan tanishib chiqing.
maxfiy shaxsiy ma'lumotlarni oshkor qilmang. Albatta, elektron pochta orqali hech qanaqangi parol yoki karta ma'lumotlaringizni oshkor qilishdan saqlaning. Sababi, noma'lum shaxs, ya'ni g'araz niyatli shaxs sizga turli xil manbalarni berish orqali ishonchingizga kirishga harakat qiladi. Albatta, ma'lumotlarni qo'lga kiritishi mumkin bu orqali. Xabar yuborish shaxs yoki maxfiy fayllarni shifrlash orqali himoya qiling. Albatta, fayl yuborayotgan payt imkon qadar shifrlanishiga ahamiyat bering. Ishonchli antivirus xavfsizlik dasturlaridan foydalaning. Biz avval aytayotganimizdek, hozir ham aytamiz, ishonchlidan foydalanishimiz kerak. To'g'ri, antiviruslar doimiy ishonchli emasdir, lekin ishonchlilari ham bor. Aynan o'shanchadan tanlab olishimiz kerak. Jamoaviy yoki umumiy kompyuterlar elektron pochtani ishlatganda ehtiyot bo'ling. Jamoat joylarida, internet kafelarda yoki bo'lmasa ko'pchilik foydalanadigan kompyuterlarda iloji boricha elektron pochtangizni ochmasligingizni maslahat bergan bo'lardik. Sababi, undan keyin boshqa biror inson o'tirishi mumkin. Agar foydalangan taqdiringizda ham foydalangandan keyin albatta tizimdan o'z elektron pochtangizni chiqarib ketishni unutmasligingizni ham so'rab qolgan bo'lardik. Shubhali qo'shimcha havolalarga e'tibor bering. Misol uchun exe, bat, zip, skr kabi kengaytmali faylni tekshirmasdan yuklab olmang. Chunki bularda ko'pincha keraksiz yoki zararli dasturlar bo'lishi ham mumkin. Qolaversa zip papkani ichida, ya'ni arxivlangan faylning ichida zararlangan fayllar ham bo'lish ehtimolligi ham bor. Rasmiy manbalarga kelganligini tasdiqlamaguncha havolalarni bosmang. Elektron pochta hisobingizni muntazam kuzatib boring, ya'ni qanaqangi xabarlar kelyapti, nimalar orqali bog'langanmi va qanaqangi xizmatlar bizga taklif etilyapti, shularni kuzatib borishni maslahat bergan bo'lardik. Elektron pochta orqali vujudga keladigan kiberhujumlar e'tibor bergan bo'lsangiz, doimgidek phishing birinchi o'rinda turibdi. Nima uchun? Doimiy soxta havolalar, soxta ma'lumotlar bilan ishlaganligi uchun. Aldov xabarlar deb yuritiladi, bilasiz. Shaxsiy ma'lumotlaringizni qo'lga kiritishga harakat qiladigan turli xil yomon niyatli insonlar tomonidan amalga oshiriladigan hujumlardan biri, buni bilasiz. Whaling katta nishon hujumi hisoblanadi. Kompaniya rahbarlari, katta mansabdor shaxslar yoki boy insonlarga qaratilgan phishing hujumi hisoblanadi. Bu ham ushbu hujumda katta moliyaviy yo'qotish yoki maxfiy ma'lumotlarni qo'lga kiritishga harakat qilish asosiy vazifa sanaladi. Bunda ham turli xil ma'lumotlarni pesh qilish holatlari, ya'ni biz qanaqadir kompaniya xodimimiz, sizga foyda olib kelamiz va boshqa ma'lumotlar orqali e'tiborni jalb qilishga harakat qilishadi. Business email compromise, ya'ni biznes pochtasini buzish orqali, sizda tizimga kirish orqali biznes pochtangizni buzishga harakat qiladi yoki shu soxta xabarlarni jo'natish orqali xodimlarga. Spoofingni bilasiz yoki DNS spoofing bor edi, bilasiz, jo'natuvchi manzilni soxtalashtirish. Havola kelayotganda sizda manzil boshqacha bo'lishi ham mumkin. Aynan havolaga e'tiborliroq bo'ling degan bo'lardik. Malware injection, zararli ilovalar va fayllar. Malware deb bilasiz, zararli dasturlar hisoblanadi. Injection esa SQL injectionda ham bor bu narsa. Misol uchun bular turlari bor. Trojan dasturlar, zararli dasturlar, kompyuter nazorat qilish uchun ishlatiladigan, sizda to'liq qurilmangizni nazorat qilish mumkin. Spyware, jasus dasturlar, shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash uchun ishlatiladi bu. Ransomware dasturlar, fayllarni shifrlab to'lov talab qilish albatta. Bularni ham har biridan ehtiyot bo'lishimiz kerak. SEO fraud, ya'ni rahbar nomidan hujum qilish holatlari ham kuzatilib kelyapti. Elektron pochta hujumlardan himoyalanish yo'llari. Xo'p, biz qanaqangi yo'llardan jo'natuvchi manzilni diqqat bilan tekshiring. Shubhali havolalarni hech qachon bosmang, notanish va kutilmagan qo'shimcha fayllarni ochmang. Hamda ikki bosqich autentifikatsiyadan foydalaning, spam, xabar, phishing filtrlash xizmatlaridan foydalaning. Davom etamiz. Xodimlar foydalanuvchilar o'qitish albatta bu umumiy savodxonlikni keltirib chiqarish uchun qo'llaniladi. Antivirus dasturiy vositalardan foydalaning. Elektron pochta autentifikatsiyasidan to'liq foydalanish, haqiqiy yoki haqiqiy emasligini texnik choralarni qo'llash orqali amalga oshirasiz. Elektron pochta uzatilishi, xat tayyorlanish, SMTP serveriga jo'natish, domen nomini tahlil qilish orqali amalga oshiriladi. Buni ham yuqorida qisman aytib o'tdik. Xabarni uzatish jarayoni xat qabul qiluvchi pochta serveriga yetkaziladi. IMAP yoki POP3 yordamida xat qabul qilinadi. Bu IMAP yoki POP3 aynan kelib olinadigan maxsus funksiyasi hisoblanadi elektron pochtaning. Xabarni ochish yoki o'qish jarayoni foydalanuvchi o'z pochta qutisiga kiradi, xatni ko'rib chiqadi, javob beradi yoki yo'naltiradi. Xabarlarni tasdiqlovchi omillar internet aloqasi, pochta serverining bandligi, spam filtrlar noto'g'ri manzilni uzatish orqali amalga oshiriladi. Xo'p, xulosa, biz yuqorida yaqin daqiqalar davomida siz bilan
elektron pochta, uni ishlatilishi, uning turlari, unda yetkazilishi mumkin bo'lgan zararlar, xavflar hamda uni himoyalash usullari haqida qisqacha bo'lsa ham sizga ma'lumot berishga harakat qildik. Albatta, elektron pochtalaringizni doimiy ravishda tekshirib boring. Albatta, elektron pochtadan foydalanishni hech qachon kanda qilmang, chunki xavfsizlik darajasi birozgina boshqalarga nisbatan yuqoriroq turganligi uchun hamda boshqalarni ham unga targ'ib qilishingiz mumkin. Gigabase uchun doimgidek bizga 3 ta savollar mavjud. Mana shu 3 ta savollarga ko'rib, bilib, o'z fikringizni albatta izohlarda qoldirasiz degan umiddamiz. Xo'p, yaqin daqiqalar davomida siz bilan Farhod Tursunov bo'ldi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Agar qanaqadir savollar bo'lsa, fikr mulohazalar bo'lsa, ijtimoiy tarmoqdagi manzillarimiz orqali biz bilan bog'lanishingiz ham mumkin. Darsimiz yoqqan bo'lsa, albatta do'stlarga ham ulashishni unutmang. Keyingi darslarga ko'rishguncha salomat bo'ling.